qanaqa qilib man noldan ingliz tili onlayn maktabini qura oldim va YouTube orqali o'zimni 70% mijozimga, sodiq auditoriyamga ega bo'ldim. Shu haqida mana shu videoda gapirib beraman. Agar siz o'zingizni yo'nalishingiz nafaqat ingliz tili, balki boshqa sohalar bo'yicha ham YouTube orqali o'zingizni mijozlaringizni, o'zingizni o'quvchilaringizni topishga qiziqsangiz va bu muammoga yechim topishni xohlasangiz, albatta mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men aynan 2020-yildan to hozirgi 2025-yilgacha bosib o'tgan 6 yillik qadamimni hammasini gapirib beraman. Gapni cho'zib o'tirmayman. Ketma-ket nima ishlar qilganimni shuncha yil davomida umumiy qilib gapirib beraman qadamlar bilan. Birinchi qilgan ishim men ingliz tili yo'nalishida meni auditoriyam kimligini aniqlab olish. Ya'ni men o'zimni mijozimni portretini tuzishga harakat qildim. Meni mijozlarim kim edi? Ya'ni menga o'quvchi bo'lib, meni kurslarimga yoziladigan o'quvchilar kim edi? Birinchisi bu abituriyentlar. Ya'ni abituriyentlar universitetga o'qishga kirish kerak, ingliz tili hozirgi paytda muhim, CEFR, IELTS topshirish kerak va hokazo. Ikkinchisi bu talabalar. Talabalar odatda o'zini shu sohasi bo'yicha keyingi qadami, ya'ni bakalavrlikdan magistratura yo'nalishiga o'tish uchun odatda CEFR yoki IELTS sertifikatiga muhtoj. Ya'ni bu sertifikatsiz u magistraturaga kirishi qiyin. Aynan shuning uchun talabalar ham meni auditoriyam hisoblanardi. Bundan tashqari zamonaviy kasblarga qiziqadigan va chet elga o'qishga ketish xohlagan insonlar ham meni mijozlarim qatoriga kirardi. Va undan tashqari yana yosh katta bo'lgan insonlar ko'proq meni mijozim bo'lgan. Nega? Chunki yosh kattalar ko'proq o'zini sohasida rivojlanish xohlaydi. O'zini sohasida yangilik qilish, daromadini oshirish xohlaydi. Aynan yosh katta deganim bu o'rtacha 30 yoshdan yuqori bo'lgan auditoriyani nazarda tutyapman. Xo'p, endi demak, meni auditoriyam o'rtacha 15 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan insonlar hisoblanar ekan. Asosan erkak, ayol farqi yo'q. Bundan tashqari, meni auditoriyam qiziqishlari nima? Meni auditoriyam muammolari nima? Ular nima xohlaydi va ingliz tili ularga nima uchun kerak? Aynan mana shu savollarga javob qidirardim va auditoriyamni muammolariga yechim berish uchun ingliz tilini noldan boshlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, ingliz tilini qanaqa boshlash kerak, ingliz tili qobiliyatlarini qanaqa rivojlantirish kerak, shular bo'yicha maxsus, ya'ni maslahat beradigan kontentlarni chiqarishni boshladim. Men darrov qolgan ingliz tili o'qituvchilariga o'xshab kurs qilishga shoshilganim yo'q. Men avvalo o'zimga auditoriyani, sodiq auditoriya to'plashga qaror qildim. Va Telegramda asosan kontent qilishni boshladim. Telegram kanal ochdim. Bu gap 2019-yil haqida gap ketyapti. U vaqtda onlayn maktab so'zi, onlayn kurs degan narsalar hali endi paydo bo'layotgan vaqtida, hali pandemiya ham bo'lmagandi. Aynan o'sha vaqtlarda men Telegramda ko'proq o'zbek auditoriyasi o'tirardi, YouTube'da, Instagramda kamroq edi. Telegramdagi ingliz tiliga qiziqadigan insonlarni tgstat.com degan saytga kirib maxsus kanallarning ro'yxatini tuzib olgandim. Ya'ni men u kanallarga reklama berish xohladim auditoriya yig'ish uchun. Meni qilgan ishim aynan shu tgstat.com ga kirib ingliz tili kanallarini 10 ta, 15 ta yoki 20 ta kanalni olib turib, ularni hammasiga ingliz tilini noldan o'rganishni xohlasangiz, meni kanalimga qo'shiling. Men sizga foydali maslahatlar, bepul darslarda ulashib boraman deb kontent qildim. Bu 2019-yil bo'layotgan gap. O'shanda adashmasam reklama budjetim 300 ming so'm, 500 ming so'm atrofida bo'lgan. Bu o'sha paytdagi 2019-yildagi holatga kelib chiqib aytaman. Endi hozirgi inflyatsiyada bilmadim bu qancha bo'ladi. O'sha vaqtda bir hafta ichida 2000 tadan o'sha obunachi to'plab olganman Telegram kanalda. Va aynan o'sha Telegram kanalda 2 hafta davomida foydali maslahatlar, foydali postlar, ingliz tilini o'rganish bo'yicha eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ulashib borganman. Va undan tashqari u paytda video vebinarlar, video ochiq darslar bo'lmasdi. U paytda asosan ommabop bo'lgan matnli vebinarlar bo'ladi. Men o'sha paytda matnli vebinar o'tkazib, o'zimni auditoriyamni qiziqtirib, ingliz tili kurslarimga, ya'ni guruhlarimga o'quvchi yig'ishga harakat qilib ko'rganman va o'sha orqali birinchi $500 topishga muvaffaq bo'lganman. Albatta u katta natija emas, lekin 300 ming so'm, 500 ming so'mlik aytaylik budjet, reklama budjetidan
o'sha paytda taxminan 3-4 million so'm atrofida u budjetni aylantirib o'quvchilardan daromad qila olganman. O'sha birinchi qilgan qadamim shu bo'lgan. Undan keyin pandemiya bo'lgan orada 2020-yilda men orada bu loyihani to'xtatdim, o'zim bir joyga ishga kirib ishlagan paytimda va 2021-yilga kelib men to'g'ri 2020-yilga kelib YouTube'da doimiy ingliz tilini o'rganish bo'yicha, noldan o'rganish bo'yicha bepul onlayn darsliklar, bepul kontent qilishni boshladim va aytaylik 2020-yil avgustga kelib, adashmasam, uzr adashdim. 2021-yil avgust oyiga kelib, avgust-sentyabr oylariga kelib, YouTube'da 10 mingta auditoriyam bo'lgan. Ya'ni YouTube kanalim orqali 10 mingta sodiq, meni kuzatadigan, meni taniydigan auditoriyani yig'a olganman va YouTube orqali o'zimni auditoriyamni to'plab ularni Telegramga o'tkazishga harakat qilganman. Nima uchun Telegramga o'tkazganman? Bu haqida hozir gapirib beraman. Auditoriyani Telegramga o'tkazishni yaxshi tarafi shu bo'lganki, Telegramda siz oddiy postlar bilan yoki bo'lmasam har xil matnli xabarlar bilan mijozlarning e'tiborini tez jalb qilib, ularning e'tiborini sotuvga aylantirishingiz anchagina osonroq bo'lgan. O'sha vaqtda ham, hozir ham shunaqa. YouTube'ga kontent qiladigan bo'lsangiz, unga juda ham ko'p vaqt ketadi. Masalan, 10 minut, 15 minutlik video olishingiz uchun o'rtacha, masalan, ssenariysidan toki videoni suratga olib, montaj qilib, uni YouTube'ga yuklagunizcha, unga masalan har xil dizaynlar qilgunizcha taxminan 1-2 soat emas, kunlab vaqt ketib qoladi. Aynan shuning uchun ham har doim ham YouTube orqali birdaniga juda tez savdo qilish qiyin. YouTube bu uzoq muddatli auditoriya, sodiq auditoriya to'plash uchun qilingan platforma, meni fikrim bo'yicha. Va shuning uchun ham YouTube'dan Telegramga tezda auditoriya bilan jonli muloqot qila oladigan platformaga auditoriya yig'ish boshlaganman. Va asosan Telegramda ham o'zimni foydali kitoblarim, ingliz tilini o'rganish bo'yicha har xil gaydlar, checklistlar, foydali ma'lumotlarni ulashib borib, auditoriyamni jalb qilganman. Xo'p, 2020-yildan 2025-yilgacha, 2024-yil oxirigacha desak ham bo'ladi, men YouTube'da 100 mingta auditoriya to'pladim. 100 mingtadan oshiq auditoriya to'pladim. YouTube'dagi kumush knopkasini ham olganman va shu vaqtgacha asosan 70% odam meni birinchi bo'lib YouTube'dan ko'rib, keyin meni mahsulotlarimga, meni shu xizmatlarimga qiziqishni boshlagan. Xo'p, endi sotuv voronkasi haqida gapirib beraman. Sotuv voronkasi qanaqa tuzilgan? Meni onlayn maktabimda men juda ham sodda, oddiy qilib gapirib berishga harakat qilaman. Men YouTube'da birorta kontent qiladigan bo'lsam, 2-3 xil sotuv voronkasini yasayman. Birinchisi, YouTube'da kontent qilayotganimda o'zimni alohida veb-saytim bor, englishfocus.uz degan veb-sayt. O'sha englishfocus.uz degan veb-saytimga YouTube'dan o'sha trafikni olib o'taman. Masalan, YouTube'da qanchadir odam meni videomni ko'rgandan keyin videom davomida aytaman, meni shunaqa kursim bor, ingliz tilini o'rgatadigan, soddaroq qilib aytadigan bo'lsam. Aynan shu kurs haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki chegirma olmoqchi bo'lsangiz, meni veb-saytimga o'ting. Shu veb-saytga kirsangiz batafsil ma'lumot bor deb qiziqadigan auditoriyani veb-saytga o'tkazaman va veb-saytda hamma kerakli ma'lumotlarni o'quvchilar olgandan keyin agar kursga qiziqishsa, ism, familiya, telefon raqamini qoldirib, murojaat uchun anketa qoldiradi va bu lead deb nomlanadi. Aynan shu YouTube orqali o'zimni o'sha veb-saytimga odamlarni o'tkazib, lead qilganman va o'rtacha bizada konversiya unaqa baland emas, masalan ba'zilarga o'xshab 30%, 50% emas, o'rtacha konversiya 10% dan 20% gacha hisoblanadi YouTube'dan kelgan mijozlar orqali va bu organik, bepul sizga keladigan mijozlar. Ya'ni Instagramda kontent qilib, Instagramda target yoqib, blogerlarga reklama qilib yoki bo'lmasam boshqa yo'llar bilan reklama qilgandan ko'ra YouTube'ga kontent qilsangiz, buni zo'r tarafi YouTube'dagi videoingiz yillar davomida ko'riladi, yillar davomida prosmotrlar bo'ladi va yillar davomida siz butun umrli mijozlarni olasiz. Aynan shu tarafi bo'yicha menga YouTube juda ham yoqadi. Xullas,
sotuv voronkasi xuddi shunaqa tarzda tuzilgan. Veb-saytga o'tgan, veb-saytdan biza administratorlar qo'ng'iroq qiladi, kurs haqida ma'lumot beradi va sotuvga aylantiradi. Mana shu tarzda bizda sodda sotuv voronkasi tuzilgan. O'zi sotuv voronkasi juda chuqur mavzu va bu bo'yicha biza keyingi videolarimizda ham gaplashamiz, chunki sotuv voronkasini har qanaqa yo'l bilan tuzish mumkin. Men eng oddiy, eng sodda va qo'pol qilib aytganda eng nima deydi, jaydari tildagi sotuv voronkasini sizga tushuntirdim. Endi bundan keyin English Focus Online maktabida nimalar amalga oshdi? Men o'zimni LMS platformasida kursimni yaratdim. Kurs sotuvini sotishdan oldin. Bu kurs sotuvi bo'lishidan avval aynan LMS platformasiga men video darslarimni joyladim. Men Britaniyaning Oxford universitetining Navigate kitobidan darslarni yozib, LMS platformasiga o'sha o'zim platformaga video darslarimni joylab bordim. Video darslarni joylab borganimdan keyin o'quvchilarni avtomatik ravishda o'sha administrator gaplashgandan keyin veb-saytga o'tib, aynan o'sha platformaga o'tib kursni boshlaydigan tizim yaratdim va o'sha tizim bo'yicha o'quvchilar kurslarni bemalol o'zlashtirib, ichki o'sha o'quv bo'limidagi kuratorlar, o'qituvchilar bilan ishlab, ingliz tilini o'rganib borishdi. Hozir ham o'rganayotganlar bor, hozir ham bu tizim ishlab turibdi. Xohlasangiz tekshirishingiz ham mumkin. Aynan shu orqali, masalan, YouTube orqali mendan o'sha YouTube kanalimdan 100 ta 200 talik tushadigan bo'lsa, 100 ta 200 ta murojaat bundan 20% mijozga aylanadi. Bu degani o'rtacha konversiya 40 ta 50 ta o'quvchi degani va bu o'rtacha chekda, masalan, bizning kursimizning narxi 490 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, 490 ming so'm taxminan $40 atrofida hisoblaganingizda $1000 dan oshadi. 1,5 ming, 2000 dollargacha borib qoladi. Qaysidir oilada juda ham ko'p daromad bo'ladi, qaysidir oilada juda ham kam daromad bo'ladi. Ya'ni bu nazoratga qarab, masalan, yaxshi nazorat qilib borilsa, yaxshi daromad qilish ham mumkin. Va undan tashqari ingliz tili yo'nalishi yaxshi taraf shundaki, siz bir marta sotmaysiz. Bir marta kursingizga odamlar to'lov qilmaydi. Faqatgina bir marta emas. Ular har oy to'lov qiladi. Masalan, menda masalan o'rtacha bitta mijozni umri 3 oydan 6 oygacha ingliz tilida. Masalan, eng o'rtachasini hisoblayapman. Eng uzoq deydigan bo'lsa 1 yildan ham oshib ketadi, hattoki ba'zi holatlarda. Bu endi har xil kurslarni taklif qilishingizga qarab. Xo'p, do'stlar, men qo'limdan kelgancha boshimdan o'tgan ma'lumotlarni berib, tajribamdan kelib chiqib, o'zimni ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Aynan mana shu $40, $30lik kurslarni sotayotgan vaqtingizda siz o'zingiz bilan shug'ullanishni xohlagan, VIP coaching xohlagan insonlar ham chiqib qoladi bularning orasidan. Ya'ni chet eldan, chet davlatlardan va bularga siz o'zingiz xizmatingizni qimmatroqga sotib ko'proq daromad qilishingiz ham mumkin. Onlayn maktab qurish uchun sizga kerakli bo'lgan mablag' qancha? Bunga meni umumiy savolga javobim 0. Ya'ni sizga eng birinchi kerakli bo'lgan narsa bu g'oya. G'oyangiz qanchalik zo'r bo'lsa, aynan aytaylik, onlayn maktabingiz g'oyasi, beradigan qiymatingiz, bo'ladigan o'quvchilaringiz qanaqa bo'lishi, shu narsalarni to'liq tushunib olib turib, qo'rqmasdan harakat qiladigan bo'lsangiz, sizga umuman pul kerak bo'lmaydi. Chunki hozir hammaning qo'lida telefon bor, smartfon bor, YouTube'ga video qo'yish bepul, Instagramga kontent chiqarish bepul, Telegramga kanal yurg'izish ham hammasi bepul. Siz faqat kontent qilasiz, odamlarning e'tiborini tortasiz va sotuvni amalga oshirasiz. Avvalo faqatgina kurs qilib, kursdan pul topish birinchi o'rinda maqsad bo'lib qolishi kerak emas. Ya'ni pul topish o'zi emas. Aksincha siz to'layotgan pulga yarasha qiymat bera olishingiz kerak. Bo'lmasa, siz o'quvchilaringiz sizdan rozi bo'lmaydi va daromad mana 1 oy, 2 oy to'lov qilgan odam keyinchalik sizga doimiy to'lov qilib bormaydi. O'shaning uchun iloji boricha o'zingiz o'quvchilaringizga, misol uchun, to'lovni amalga oshirayotgandan keyin ko'proq narsa berishga harakat qilishingiz kerak. Xo'p, do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Onlayn maktab, onlayn daromad bo'yicha. Bundan keyingi videolarda ham o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda va yana qo'shimcha o'rganayotgan narsalarimni ham sizlarga ulashib boraman. Video yoqqan bo'lsa kanalga videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakimov bo'ldi. Hammaga rahmat.